Assalamualaikum tordaşlar. Yaxşımısınızlar, yaxşı turdunlarmı? Biz azıraq ortaqlaşaydı bugün. Cıq qeyrindaşlarım ayrımxanada aldın xətimlik aile zoravalığına ait aileninki qandaq bolğanlığı doğrusunda cıq suallar keldi. Şunun üçün umumyüzlük cavab berip qoyay dedim. O xanım şu ana ballarını saqlığını saqlaş ornununki yardımıda bovadıdı. Ahvali yaxşı. Abayla bir paranlaşdım. Ballarım üçün əmdiki hayatım qimmetim bilen ötüdü. Burunqi hayatımga xatimi bermen Zümrətdə. Əmdiki hayatım mening yeni hayatım boludu deb şundaq dedi. Ben bu yerdə avazlarını koyup жүрmeyme. Bu işler şu kanun bilen cıq yollar bilen hal boludu. O boşup kaldığan bir ayal emas, anandikin küçlük balaları varken anasını qoğdayalaydıgan hem anasını baqalaydıgan. Anandikin bazılar o kızlar toy kılanmay kalanmı degenlerini yana yezipsizler. Toy kılanmay kalmaydı. Herkes onun gemini kılman, ensirmen. Esil kızlarga, esil yerlerden, esil jigitler çıkıdı onun işini mi? Anandikin ve yeni bir nesini. Ayallar özünüzdeki o hak hukukunu qoğdan. Uyghur ayalları bek keyniga çekinip ketken halatda. Özü yo'q narsani hergiz balalarga beremeydi. Mesela terbiye jihatdan, özüdün işinmaygan vaqtida qandaq balalarning tarbiyasiga ahamiyat beralaydi. Çünkü ular kichik to'y qilgan yoki ishlamagan yoki o'qimagan, o'qishsiz qolgandan balalar naytim tarbiyasiz qoliyotgan ahvollar ig'ir. Turkiyada texmi ig'ir. Vatanda çağda aç Xitayning zulmü astidimi o'qish puli shunday yuqori bo'lsin, nemisini sası kalısını setib, etini setib, eshigini setib bo'lsinmi, bolalarni o'qitgan, u yer bu yerlarda ishlab, shu qari ishlarni qilib yuribmi, bolalarni o'qitayotgan talay kishilar bor. Lekin vatanning sirtida texmi ig'ir ahvol nima bo'lsangiz keyniga chekinib ketish bo'ldi. Oylap yıkanlar. Öz ananın kıymetinler bilen yaşanlar, izzetinler bilen yaşanlar. Anadikin Türkiye'de ma'lum neçe mektepteki kızlarının içinde şu ma'lumlarınki 4. xotunluk. Bular hazır peygamberini doğruduk deydi ki peygamber xuddi bir sizler etkandak bir xotun puruşdak. Peygamberinin ayalları fakat bir özden şundaqmı bir kiçik zor yaş farqidagilar emas, çoğun ayollarni olgan yordam qilish uchun nikosiga olmasa qandaq bo'ladi? Kirgan chiqqaniga chaplaydi, har xil ishlar bo'ladi. Siz payg'ambarniki boshqa qilgan ishlarini nimishga selishtirmaysiz? Xotin olganligini selishtirsiz deymasan, payg'ambarmiting deyman ba'zilarga. Av to'rtisini soni to'rt xotin elishqala icazet bo'lgandan keyin fatvoda to'rtinchisini olib bo'lgan bo'lsa to'rtinchisini qo'yib o'tib yana birini to'liqlab to'rt qilib o'tadigan talay ishlar bor ekan. Namoyish jarayonida jiqlari kichik xotinlar bo'lib qoldi. 25 yoshlik, 21 yoshlik, 23 yoshlik qizlarga elchi kirgizganlar bor. Cho'ng xotinlari elchilik qildi, bidiklik qildi deb turib shundaq narsalarni yozibdi. Anadaki ba'zan bir universitetda o'qiyotgan qizlarninkini deb o'tay. Şu universitetdagi qizlar o'ylab yiqinglar. Sizlar bir o'qigan qizlar o'ylab yiqinglar. Hey, cho'p-cho'ng bir erlarga 4-chi, 5-chi xotinlik bo'lish o'zingiz uchun bir haqorat emasmi? O'ylab yiqing. To'y qilmagan ne yigitlar bor. Sizlar endi o'sha cho'ng erlarga tegishli maqsadinglar nima to'g'ri tashkilot o'ngdisiga yalaysizlar, yalayman deb tegir ekansizlar. Oila uyinglarning ijorasini to'ltib berish uchun tegir ekansizlar. Ammo oxirgi oqibati natijasi qanday bo'ldi? Yana siz so'zinglarni berib o'tib shu bir xotinga aylanibsizlar. Qiz olib bitimdan necha oy o'tib xotinga aylandi ekansizlar. Uni da chiroyli o'ltirib yaxshi bolalar bilan to'y qilsanglar bo'lmamdi. Jiq bolalar to'y qilmagan bolalar shunday jiqqa ustan bo'ldimi? Nimishqa undaq yo'lni tanlaysizlar? Anadagi haqoratlanib, cho'ng xotini bo'zaq qilib, bir uyda, cho'ng xotin, kichik xotin bir uyda yashayotganlar, o'ylab yiqinglar bir namahram,
O çopçuң ballarыңlar çopçuң болып қалғанда bu bir nomussuzluq deb o'ylayman men. Qandaq bir ega bo'lolmaydigan odam nemish xotin olsa. Anadaki kichik anaqa nimaga bordi ekansa, tabiblarning yeniga men sat gap qilyapmay deb turib, nayt chiroyliqcha gap qildim. Eldan elga to'plarning ichida sayrab ketganlar. O'ylab yiqing. Anadaki jinsiy kasallar so'znak, har xil kasallar. Ha? Ey, siblis, mushundaq kasalliklarning hammasi AIDS. Mush kasalliklar nimishqa? Ash qarimlarning orasidan borkan bu kasalliklar. Ayollar yuqtirib olgan eliqi. Qaysanlar yuqtardinglar, ular o'zinglarga ayon. O'ylab yiqinglar. Er va xotinlar vatanda palon yerda deb o'ltirib. Ey, o'zimizning suhbatini saqlab o'ssak, o'ylab yiqinglar, mening opam mushunda bir yaxshi ayoldi deb turib nominglar qolsin nim bo'lar. Mening opam jafo tortib turib meni qator qo'shqandi desa nim bo'lar. Siz o'zingizni ashuning o'rniga qo'yib yiqing ba'zan bir erlar. Sizlar o'lib ketib qolsanglar, xotininglar erga tegib olsa, bolalar ashada bo'yni qisilib yursa, yoki o'zingning qizlarini ashuning o'rniga qo'yib baq. Ashunda xorlansa, xo'rlansa, tayoq yesa, anaga haqoratlansa, mushlarni yaxshi o'ylab yiqinglar sizlarmi bir onaning bolalari. Biz dədimizni, vətən dədini mayak qarıb qoyub, özənglərninki əhvalıga qarab yiqinglar, işləməyənlikdən kişinin quluğa qaraysızlar. Ondan sonra yazsanglar baqadigan yer bor. O pullar nədən keldi? Təşkilatlardan. Təşkilat degan nima? Şirket. Aşı şirketlər sizlərni baqıdı. Halal yeyəng dedim. Aşı haramdan əkəgən, u yerdən bu yerdən əkəgən yeməng dedim. İşləgənlər şunda yaxşı bolatdı, işləgənlik üçün şunda yaxşı xəbərlərini alıb bək xoş buldum. Voy bugün mundaq bulduq deganlar var. Hünərni öyrənişə başlagan yoki xələ özününki əslində ipivala maşınını elib öydə iş qılatımış karantin vaxtı şu azı karantin vaxtı o. Şu vaqtlardım işini jiq öyge əkəvilib turub muş işini qılatımız deb rəsm tatib yeyətganlar var. Tirişiyotganlar tirişidi. Uyg'urni agarda sen millatini so'ysan, yot demaysa, qo'p deysa, turg'izsa, orqadan yurib turib turg'izib etsa, o'zini jon boqadigan qilishing kerak. Yeting boqimiz demaysiz. Nima degan qashonliq uni bilmayman. Anandan sizlar o'ylab yiqing, sug'urtini elish harom degan odam. Mashinang bordi? Mashinaga sug'urta olmasang, yo'lga chiqolmasa, butun dunyoda o'xshashqa u. Xitoyda shundaqdi. Turkiyada shundaq. Anandagi davolanish sug'urtasi yo'q bo'lganlik uchun ashlar oyoqqa tilaydi. Tilaganlarchu, ash pulni ta'minlaguvchilarchu. Masalan, biz ishlaymiz, bosh topshiramiz, uyni omonat qarz elib bankadan anandagi uy olamiz. Biz men 1 millionerning bolasi emas. Shundaq. Siz o'ylab yiqing, anandagi Yevropadan yig'isiz, g'arb ellardan yig'isiz, og'irganlar degan kechki mushunda sug'urta bo'lsa shundaq yaxshi ekan, Turkiyaning sug'urtasi asqat ekan-ku. Kasalliklarga faqat AIDS kasalligiga dori berishni to'xtatib yetibdi, sug'urtaning ichidan to'xtatib yetibdi. Shuning uchun AIDS kasali bolalar jiqlar dedi, bizga bir yordam bo'lgan bo'lsa, bir dapaqqan bo'lsangiz-da muştaq dori elishda bir imtiyozlar bormidi deb turib men yana bir deb qo'y. AIDS kasali bolalarga dorisi qimmat. Shuning uchun qanday qilamiz deydi. Anadagi shu sug'urtadan eliyatdi shu qismini deganda, agarda Turkiyada shuningdan xabari bolalar bo'lsa, men bilan ayrimxonada paranglashayli. Bu bir. İkincisi, ağırgan çağda sug'urtangiz bo'lsa, uni doktordan ko'taradi. Bir yurak operatsiyasi bo'lgan bir inimizdanmi shunda cho'ng ko'lamdagi operatsiyagami hukumatdan ko'targan gap shu Turkiyada. Agar sug'urtangiz bo'lsa, shunda kishiga sog'armaysiz emasmi? Sug'urta harom bo'lsa, ash tashkilotlarniki baxsun sizni sug'urta harom degan Ali Akbar degan qasbaq degan-ku, sug'urta harom deb. Shu baxsun sizlarni tepinglar. Jihla ashtaq dedi, sug'urta harom deganlik uchun ammab ekanmiz deb. Ay payg'ambarimizning vaqtida sug'urta degan narsa yo'q. iPhone bormidi shu vaqtida? Kompyuter bormidi? Taraqqiyot degan narsa bo'ldi. Din deganmi taraqqiy qiladi. Qop-qoraliq ko'rsatmay dinnimi?
Gap özünün yerinde analiz qilib baxsan bir narsaga javob chiqadi. Ayollarning orqaga chekinib ketishi shunchalik og'ir Uyg'urda. Vatandimi unchalik emasdi. Vatandan sirtida nima ish qilyapsizlar qizlar, ey? Ya o'zinglarni qo'g'dimisanglar. Enaqa nechinchiga tegib bo'lib, bunda xo'rlandik, bunda oldi, mish yig'laysiz. To'g'ri chiqamisiz?mi? Telefon numarini eling. Üçümüzni akirib Messenger'da bir top qurg'ili bo'ladi. Aşağıda ben paranlaşay dedim. He. Palançı pokunçiden. Muş 21 yaşlı kız valimi gözünü tikip koyup dadısı, apısı yok, dadısı var. Bir kızgımı aşırı el çıkırıp çoğun hotulları aşı. Ey 3'te 4'te. Sen oyla bak Uygur bayke. Bay olmasa 4'te hotuna bakamaydı. İşlemey kanda bakadı sen oyla baka. Muş vatanın sırtıdı mı biz Avrupa'da mı işleyimiz? Hükümet iştirdi. Az öyle oturgan bazıları hem de pek noç dilem çok ketkenler öyle dep oturup yetip aladigan. Lekin jiqqanlarda işletidu, işladıydı. Tavsiye qildi, işladi. Jambaqili kelganmi? Ha? Vatanning sirtida Turkiyaniki eng boy 4 xotini var manchidan anadagi mayaqdikilarni michillab apirib xoti tegiyotganlar bor. Aş qizlarni o'ylab beqinglar, nomus qilinglar. O'zinglarning rizqinglarni topsanglar bo'ldi. Kishining rizqiga qarab oltamay, kishining erlarini ishlatmay. Bu bir meynatchilik emasmi? O'ylab beqing. Baribir xaton so'zinglarni berib o'tib, nima degan ko'ngilsiz nachar ishlar. Jig'i. Ben azraqmi iş çağırtmadım. Hem təsirlənmədim. Bir oxuğan qızlarının qıvatqan işi. Özəңni haq oxuğunu qoğdaysan. Birdəmdeki moş peyğəmbərimizdənki hədisdən bolsun çıxırıb qoyma. Sen Ərəbdikilərə dini dərs verdiğin bob ketməyənsən? Çoğ dini alimlərə sual qoyumuz, iۋətib berivatıdı. Yezib çıxırıb qoyuvatımız. Azharda o'qiganlar ba'zan narsani ivatidu. Mandaq deydi-ku, manda narsa bormi? Bizga sal bir tilini o'qidi bo'lganlari bormi? Ba'zilarni Turkiya turkchigimi tarjiman kerak, qozoqchigimi tarjiman kerak, o'zbekchigimi tarjiman kerak. Biz nega bo'lsa bir tilni o'rganamay, ashundan yursanglar so'rilib o'ylab beqing. Jiq yalar doktorxonalarga kirganlarniki bir tarjiman kerakka. Numus qilinglar aşağıda turib. Lekin eliq ayrı zo'ravonlikqa uchirgan xonimning turkchisi shunday yaxshi ekan, qizlari degan qaymoqdek so'zlaydigan turkchini dars o'tadigan, o'qituvchiga. Qizlar. Mundaq tirishsangiz, ishlaysiz, ularni yo'gindigan qizlar. Ishlang, bolalarni o'qiting. İlimsiz qo'ymang. İslam bilan fan hergiz zid emas. Bizning o'limalar qaysi kinishkilaringlar bilan shu Arabninkilarga dars beralamsizlar? Fatvo shulardi bor. Diniy savollarni so'rasangiz, xalqaro palon nimalardan javob keldi islom jamiyatlaridan. Savol qo'yib qo'ysangiz javob berdi. Ro'za Ramzonda texmi tez javob berdi. Aklımızı biraz işletip, özümüzü biraz kadirlayli. Kızlar, kızlarım, küçük kızlar gelsizler. Muşta özanlarını xorlasanlar bulamda, özanlarını kaçatlısanlar. Sizlerin bir ata-analar, çoğunqa ata-analar aşındaq bir xorlansın dep turib çıqatqanma. İlim fen hergiz İslam bilen zıt emas. Müşadımı bek okuyduğun neçe devletninkiler bor. Hindistonninkiler shundaq shu kompyuter sistemasida jiq mushtaq nimalar injenerlar shunday jiq bular shu kompyuterga kuchaydi. Anandan Eronliklarmi bolalarni bek o'qitadi. Lekin o'qitmaydiganlarmi bor. O'qitmaydigan ba'zan millatlar, ba'zan davlatlarnikilar shu passipiyalardan kelganlar. Lekin Arablarning bolalarini shunda o'qitadi. Dinni o'qitadi, fandni o'qitadi. Islomni
qo'g'dayalaydigan kuchlik islom davlatlari bor. Sizga oj tushmaydi. Vatanni bir qo'g'dab olaylik. Vatandagi dinchi, vatandagilar kofirmidi? Vatandagilar musulmonti? Peygamberimizin qilgan ulug'vor ishlarini tilga olmaysiz. Xotinlar Uyg'urdek xotinga amroq, Uyg'urdek pulga amroq bir boshqa bir millatni rost uchirtamadim jumi. Hayron qolarliq. Shahvat deb turib bir nimani dostonlarni yezib ketdinglar. Nomus qilsangchi, hey. Bir ay dığırab ketemsa, chepchik ketemsa, to'rga chiqib turib shuni yozmasangmi? Bizningki hey, Xudoyim tavba qildim. Əxlaqlarını işiltib beqinglar, qizlar özіңlarni yaxshi saqlay alsanglar, astinglarga ega bo'la alsanglar, qimmatinglar bo'ladi. Sanab turib, aniga tekkan, maning ikkinchisi, aning uchinchisi, maningga tegib bunda qilsanglar, hey, kinishkilik jev atilib qolmamsizlar. Unda qilmanglar qizlar, ayollar o'zinglarning suhbatini saqlanglar. Appang jeti, appang mandaqti degan ismga qolmanglar. Erlaringlarga 100 kilolaydigan bir ishni qilinglar. Vatandagilarniki voy mening ayolim chiroyli o'ltiribdi. Voy chiroyli o'ltagan shunda nochi ayollar bor. İstanbulda o'tdamaydi ha. Qimmatchilik edi. Biz shuni paloyat turmiz, pokoyat turmiz da. Ni bor qizlar bor. Aqs uy ijaraga olmay, bolalarni o'qitayotganlar uy ijaraga olmay. Balası oqvatgan yattığı boğandı ekan. Özü aş tug'ut baqadigan cho'nglarni oldin xabar oldigan aşağıda yaşaydı. Uy ijarasi alsam bir muncha oyoqdan tepib, oyoqdan chikitdi ekan, uningdan bolalarni o'qitay deb. 3 balani o'qitayotgan bir ayol bor. Tek aşımız zakat berma deb turdi. Voy yoqay siz kishiga bermang. Aş 3 balani shunda yaxshi guldek cho'ng qo'yib yetibsiz, o'qitib yetibsiz. Universitetlarda deyman. Xalqdan olmagan bir onalar, ne ulgular bor. Chiroyli o'ltagan qizlar bor. Ey Uyg'ur o'yg'onlarning ichi to'y qilmagan yigitlar shunda jiq. Nimishki shunda qilsizlar hamda ozroq bir pulni deb o'zinglarning yuzinglarni to'kish bu bir shunda bir arzimas ish. İnsan bir pokiz bir yashab o'tib kelsalar nima degan sharaf. Tegmakchi bo'lgan eringizga sizga peshonangiz putilganlar bordi, oshlag'im bir 100 kiloligidek ish bo'ladi. Onun ikkinchisi jonliq erninki, xudoyim ey, heyliqi qo'rqa ketdim degan bir ko'rinishlarni shunda ta'sirlab berganti bir qiz. Tova desam tova deb ketdim. Sizga nima yetishmidi desam, qor bosqandaklar, palonchilar xizmat ishlaganti, po'qinchilar xizmat. Ey, ular nimishga dallollik qildi dedim men. O dallol saknisi, dallol şirketi, nima degan nomussiz bir nimalar sizlar, ey? Aş qizlarni orada o'zingning qizini qo'yib baqa. O'zingning qizini ashuna qilib baqsin, o'zingning singlarni qo'yib baqa o'rniga. Uyg'ur ayollari o'zinglarni qo'g'dashni bilinglar, ish bitinglarni saqlanglar, yuzinglarni saqlanglar. Bu yuz degan bek muhim narsa. Bek muhim. Mening bolalarim kishiga bir nima achchiq berishga amroq, hargiz kishidan bir nima so'ramaymiz. İnsi cindan ne sormayman men. Apamning apisi rahmatlik ashlaq deydigan, eliq tuz so'raydigan, jingni so'raydigan, eliq sirka ochiq suv mushtaq narsalarni so'raydiganlarga hargiz mening bolam bo'lsanglar, hargiz mundaq qilmanglar deydigan. Ashundaq tarbiya qildi. O ballarını kishiga o'rgatmanglar, anadagi ay o'zingni sen o'ylab baq. O'zing ash o'g'illar deb o'ylab beqinglar. O'zinglar ash 4ni evilib, 3ni evilib tilamchilik solgansa, tilamchilik shu. O'zingni qudurting yetmagan holatda nafsingni yig'mamsan. Sen nimishki qaraysa ash yurganga ayollarni sen qadar palechib turib topa olamsan? Eliq sitiga o'xshash hammaniki ashundaq bir nimang bormi endi? Tekshirish ko'zingniki hammasi shundaq tekshirib topa olamsan? Sizlar o'ylab beqinglar, o'g'illar, erlar, sen o'lib qolsang bir kunlarda sen o'lib qolsang xotining ashunda ag tegib ash bolalaring shundaq yursa,
Özüңni oylap bak, özüңni şu orunga koyup bak. Bu alem uzun jahan mı emas, qısqı mı emas, bir günlerde çögülep karma deydi. Bu ödünü alem çögülep durup sana kep qaladı. Hiç nem degilmaydı. Oya çoğun sözlügen ni adamlarını kögen. Kızlar, Uygur ayalları koponglar ornonladın. Yatmanglar kızlar. İşlanglar. Bir yerde işleseniz özünüz işenç degen şu vaqtda payda boludu. Tirishsangiz şu vaqtda ishenchingiz boludu. Mana shu tikimchilikni qilayotgan bir qiz bor yangidan nem qilgan. Voy muncha yostiq topshirdim. Muncha pul berdi. Voy Zumrat xonim rahmatchimu. Men sizni opa desam bo'lamdi. Men 27 yosh kirdim. Albatta opa desam bo'ladi dedim men. 51 yosh kirgan odamni opa desa bo'ladi 30 yoshliqlarmi? Bolalar kichik bo'lsin, sizning o'zingizni kichik bo'lib qolmaysiz. Aşındaq gap. Şununla tirishinglar, tirishqanlarni şanxı o'qib ketganlar varkan ba'zilari, qistilib ishlagan bilan topqining ishki tok-tok, uyda yotsang, tizimlatib qo'ysang, akab berdigan odam borgu, u bu deb. Albatta, sen akab bersa, u nerdan kelgan narsa? Turkiyadan shunda namratlarchiq sening ajab bir o'ngdisiga 10 yil yota olaysiz kelsa, 5 yil xotinlarni o'ngdisiga omonat xotinlarni holidan xabar ola olay kelsa, qashanglar o'ylab beqing, savol qo'yib beqing. Azroqli tafakkur quvvatingiz yetilsa, hamma narsaga javob topa olasiz. Eski tuski burunqi narsani izlab yurmay, vatan desangiz bo'ladi. Vatan o'zingiz, o'ylab beqing. O'qisangiz, o'qingiz keldi. O'qimagansiz, o'qiyamaysiz. Lekin ilm deb oqi bir muncha kitoblarni qilib to'payib ketgan kitoblarni o'yayman. Shu. Özümüzge layık bir narsani tarjim qilolmayli. Savol qo'yib beqing. Ma bizni zavolliqqa yetlayotidu. Ma ishplasning qo'sqida qanchalik bir nima bor degani menda bir o'lchab beqib o'ylab beqinglar. Bizning qaysi bir diniy olimlarimiz arab diniy olimlari bilan tang o'ltirib billa qilg'idek holi bor. Faqat Uyg'urga kuchi yetadi. Uyg'urni uxlasa, Uyg'urni shu vayrona qilsa, keyniga chekindirsa bo'ldi. Xotin olsa, pul topsa, aylanqandaq tashkilot deymiz, o shirkat shirkat degani toza qursa, o shirkatga pullar nerdan keladi? Shirkatni qurgandikinlar ba'zan odamlarning tilimi kesiladi, davomi ketib, oqiga yenib ketadi, ximiga yenib ketadi. Ko'rib turyapmiz. Faqat xalq o'zi qo'zg'alsa, hamma narsa oson. Xitoyga ehtiyojimiz yo'q. Uyg'ur tilli Xitoylar, qini buzuqlar hammasi o'ltirib atata Uyg'ur bunda qilolmaydi, Uyg'urning nimasi bor, Uyg'urning oqdi ko'kdi. Voy, Uyg'urning xudosi bor, Uyg'urning kallasi bor. Kallasini ishlatsa, hissiyotga tayanmay, harakatlansa, hissiyotga tayanmay, miyani ishlatsa, hamma narsa barpo bo'ladi. Men bu Norvegiyaga kelib noldan boshlagan. Nölden başlagan. Yaşayalaysiz. Ornunuzdan turup kelsingizlar, ümitni ko'ra olaysiz, g'alabaga yetleydi. Rahmat sizlarga.